Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın fazli ve muvaffak kılışı olan Allah Subhanahu ve Taala'nın sorma edilir ki ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan degan muş ayetinin ki namayandisini vücudga chiqarish maqsadida Xitoyninki dinimiz ve şundaqla vatanimizdagi qirg'inchiliklari, dinimizni qilgan dafsanchilikleri, tavhid kalimasini qilgan haqoratlarga bo'lgan qarshiligimizni, norozligimizni ifodalash va bildirish va Xitoyga bizning borlig'imizni, bizning o'zimizninki sharafini qo'g'dash uchun har qanday narsani atashga tayyor ekanligimizni bildirish maqsadida qilgan namoyishimiz, qarışlıq hareketimiz elhamdülillah naiti yaxshi tükkan bo'ldi. Bunun ta'siri mu bütün Türkiye'de ve şundaqla İslam dünyasında her xil kanallar bilen tarğan bo'ldi. Şu münasebet bilen bütün bu yerga chiqqan meyli teşkilatlar bo'lsin, meyli shaxslar bo'lsin, meyli ahlilimlar bo'lsin, hammalarga rahmat aytamiz. Allah Subhanahu ve Taala bugünkidek yağmur yağıvatkan, şundaq soğuk günde aşağı çıkan her bireylerge ve şu yerdeki faaliyetlerge Irak'tan yakından hemkarlaşkan, kollagan hemmeylenninki ecir mükafatını Allah Subhanahu ve Taala katta ata qilsin. Hemmimizni kıyamet günü Allah Subhanahu ve Taala'nın aldıda iyi farvaydigarimiz sılının dilleri depsendi kılıngan vakitta biz qarşılıq, bununla bo'lgan narazılıqni ifadalagan deb yaxshi amallarımızın qatardan sanayalaydigan, yaxshi amallarımızın qatardan yezilgan bir faaliyet, bir gün bo'lishini Allah'tan tilaymiz. Afsus, bu gün şundaq güzel başlangan, güzel maksat, güzel gayla bilen başlangan idi. Lekin bazı köngülsüzlikler yüz verip kaldı. Bu köngülsüzliknin yüz bergenligiga şahsen minin ve biz Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'deki bütün rehberlerinin, bütün ustazlarının ki konuğumuz qattiq yerim. Meningçe bizning xalqimizning ishidimi nurg'un shu yerga qatnashgan yoki bugungi faoliyatning videolarini ko'rgan aq ko'ngil xalqimizningki Xitoy qarshi mushundaq o'rtaq hamkorlikda hareket qilishini qo'llaydigan, shuningdan suyundigan nurg'un xalqimiz dunyoning nerede bo'lishidan qat'iy nazar bearam bo'ldi. Ko'ngli yerim bo'ldi. Biz umumyuzlik hammamizdagidek Doktor Burhanninki ko'zininki tiz holda shifo tepishini Allah Subhanahu ve Taala'dan ümit qilamiz ve tilaymiz. Allah qarindishimiz Doktor Burhan'a şifalık ata qilsin. Lekin bu yerda men o'tirib qo'ymoqchi bo'lganim, bu ishning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan nuqtalar bor. Biz mush namoyishninki bugun urunlashtirilishi haqida gap chiqqandan boshlab Doktor Burhan o'zimi yezibdi. Saatlab paranglashdik. Gaplaştık. Nurg'un meselelerde ittifaqlaştık. Meyli Ali Akbar Hacım bilen bolsun, meyli Doktor Burhan bilen bolsun, bugünkü faaliyetninki nayet yaxshi o'tishini, chiroyli uslubda hamkorlik bilan o'tishini tashabbus qildik. Bu yo'lda har qanday talablarga, har qanday orzu umidlarga biz yo'q demadik. Belki ma'qul dedik. Ben tüvende bütün xalqimizga Doktor Burhan bilen bizning Ulemalar Birliği'ninki sekretari Abdurazzaq Hacım qarindishimizningki gaplashgan ve Doktor Burhanninki o'ttirib qo'ygan fikri ve qarindishimizning onun bergan javobini bütün xalqimizga bir anglatmoqchi. Hammaylar diqqat qilib anglaydi. Assalamu alaikum. Abdurazzaq qarim, yaxshimi, yaxshimi, amangiz yaxshi turdingizmi?
Hemen aynımız İbrahim Cemil'e görüşken de. Andakin mavi Türkçeden kiyillam İngilizce bir ay dedik çünkü muhbirler kitap kaldı genççi. Arap sözler vatkanda İngiliz balığını bilmeylem yığıştırıp menip kaldık. Şunlaşka Türkçeden ki İngiliz bir ay dedik. Ondan andakin hem de çarşamba günü Küsen Ustaz, Mehmet Damallam, Elekber Damallam hemmisi ayağı çıkıp hem de nim kıldıcam. Bugün ulağın bir söz bersek biz aslı üçlavla bayanat kılmakçı tok ameliyat tutacak. Elekber Damallam, Arapça, Mehmet Damallam, Türkçe, ben İngilizce bilmekçi olan çarşamba günü. Yani ki bugün gözgürüp kalgan. Hem bugün ulağa söz hakkı bersek set durdu. Onun üstüge bu hemimizin namayı şu an için müşbeti bu sunucumu. Allah razı olsun. Ben bulanı Küsen Ustaz, Mehmet Damallam, Elekber Damallam ama iyi etip koyman. Ulamı hoşup kalsın. Kösün andaki aslanın demiz. Selamu aleyküm. Milletin ölüm ala birliği olandikin. Allah halsı yaxşı buldu dep qarayman. Cuma bu şundaq bulsun inşallah. Abdurazak Karım, Küsen Ustaz, Mehmet Damallam, Elekber Damallam'ı ucu kıp koydum. Ya Mehmet Damallam'ı ya Küsen Ustaz'ın ikisinin birisini kısaklan buludu. Annekin Elekber Damallam'ı degендek cuma. İşte kısak hemimizge çıraylık durdu kardeşim. Bir çıraylık kirimiz Allah halısı. Cuma Allah razı olsun. Mana bu Doktor Burhan'ınki talebi. Yani oturup koygan namaş muş şekilde ötküzülse dep oturup koygan talep. Bu namaşta hatta mesela birinci kıtım Türkçe bayanat bir yıl son, ikinci kıtım İngilizce bayanat bir yıl son, üçüncü kıtım Arapça bayanat bir yılsa, İngilizceni ben ikinci kıtımlam sözlü vasam dep muşun talep kıygan. Bu bayanatını, bu namaşını biz asaslık İslam dünyasıga qartip, Müslümanlarınki bu Xitayning qilgan rezillikka Müslümanlarning g'azabini qo'zg'ash, Müslümanlarni bizning da'vo sifimizga akirish maqsadini qilgandan keyin Arabcha bayonot ikkinchisi ham bo'lsin, İngilizcha bayonotni siz uchinchi doda o'qing desakmi bo'ladi. Lekin biz mush namoyishninki xotirjam, hamkorlik ostida, ko'ngillik hech qanday bir ziddiyat, xafalikninki chiqmasligi uchun bizningki qarindishimiz sekretarimiz Abdurazak Hacım Doktor Burhan mush ovozni yo'llagandan keyin tamam deb yozibdi. Yani tamam degan gap bormada tamam deb yozgandan keyin Doktor Burhancho xo belgisidan shuni beribdi. Biz Doktor Burhan qanday talep qilgan bo'lsa, shu talep bo'yicha hech yo'q ishni anda qilmaymiz. Manda qili to'q deb turib olmay, ma'qul deb namoyishni, chunki bizning maqsadimiz shu, namoyishni nihoyatda yaxshi, ilmiy, hech qanday jidaldan, ko'ngil og'rig'idan, ko'ngilning yerimligidan yiroq holatda, ziddiyatdan yiroq holatda yaxshi elib mangmiz degan maqsadimiz bo'lg'achqa Doktor Burhanninki talablarining hammasiga ma'qul dedik. U yerga chiqdik. Chiqqandan keyin biz chiqqan vaqtda Doktor Burhanni saqchi chaqirib aytibdi ekan, ustiga chiqamaslik to'g'riliq shuni deb qo'ygani chaqirgan bo'lsa kerak. Birdamdan keyin keldi. Kelib ustiga chiqsaq bo'lmaydi ekan, mana sababdan mangmanda dedi deb u fikrni o'ttirib qo'ydi. Hech qanday bu yerda masala bo'lmadi. Birinchi o'lab Doktor Burhan bu yerda namoyishda uchaylanning ismini chaqirib, bular chiqdimi chiqmadimi deb yo'qlama qilish bilan gapni boshladi. Keyin Ali Akbar Hacım Bati odatda va Ayubulla Hacımba Kusani Ustaz Mahmud Damallamni bizning yanimizga akeldi. Biz saat 10'ga chiqqan. Biz chiqqan vaqtimizda bir qism qarindoshlarimiz shu o'tirda turibdi ekan. Keyin haliqi namoyishning shuarlari yozilgan. Shu yozilgan narsani bir qism ustozlar tutib turibdi.
Bularning ichida uning bir uçida Ali Ekber Hacım var ve Katara bir neçe ustozlar bor. Men şahsen uyaga kirmadim, kirolmadim. Hem üzem elqi turvatgan bir adamni siz mayangı turun. Men meva kirtim. Diş manga nisbeten ço men onu yaqtırmayman. Nerede tursam o'xshash. Shunday bo'lgandan keyin bir chatga kelib, mayanqi chatda men turgan edim. Mening yanımda Nizamiddin Hacım qarindishimiz Bati. Doktor Burhan Mahmud Damollam qarindishimizni, Mahmud Damollam mı bizning Ulamolar birligining a'zosi. Habibullah Hacım mı bizning a'zoyimiz. Ali Ekber Hacım bir ahlilim. Unda bo'lgandan keyin Mahmud Damollamni ekeldi. Ekilib, filakining bir tarafini tutib turgan bir qarindishimizdan siz mayanga o'tgan bo'lsangiz, Mahmud Damollam mava kirgan bo'lsa dedi. Degandan keyin bu sapning 5i shu hammasi shu bir sap asha. Men dedim ki tamam bu şu bizning yanımız turaversin. Bir tarafida menba Mahmud Damollamning bir tarafida Nizamiddin Hacım bor. Helik bu yer Mahmud Damollamni chetga qaqqan. Voy siz mavat tumuslar, ayağını kestiler degan hech qanday bir ish yuz bermadi. Tamam müşahit tusu bulduk biz birga tursak. Birga tursak, bir qatorda tursak nima bo'ladi? Bir qator turayli bo'ldi o'xshash bo'lgandan keyin dedim. Yani bir qator aşağıda ayat filakini bir necha yil tutib turibdi. Ham o filaka uzun emaskan hamda. Agar onu bir 50 metr qilgan bo'lsak to'q yoki 20 metr qilgan bo'lsak to'q, ondan jiq adam onu tutib, avash maydonning markazi bo'libdi, mava turi bo'libdi maydonning keyin ma filakini tutib turg'aya. Ma ikki tarafi ya mayallari pagasi bo'libdi. Deb shunib qolgandek bir vaziyat shakllanib qoldi. Agar a filaka uzun bo'lgan bo'lsa, balki 30 metr bo'lgan bo'lsa, bunun bir ders olsa o kadar dep mi kaldım ben keyin. Yani bunun keyin anda filakimizni uzun yasap, ay birinci septiki hem adam tutsa yetkidek. Hiç kanda adam üzüne ya ki başka karındaşlar, başka adamlar ben çetkika kaldım dep şunup kalmaslığı için filakini uzun yasatsak boğdek hem de. Bir yerde ben oylayman ki Mahmud Damollam karindişimizin kat'i meni chetga qaqdi degan narsa kallasiga kelmadi deb o'ylayman men. Chunki zodi Nizamiddin Hacım bilan ikkimizning orlig'ida boshqa bir yerda emas. Lekin plakin tutib turdimi desa tutib turmadi, kichik o'g'achga yetmay qoldi. Mani yetmadi, Nizamiddin Hacımga yetmadi, Mahmud Damollamga yetmadi, hech qaysimizga yetmadi. Uzun bo'lmag'achqa. U uzun bo'lish kerakmi? Hammamiz tutish uchun. Bir yerde kardeşimiz Doktor Burhan Nizamiddin Hacım o hemimiz okşaş deyişige yani sen nime deyten dep bir yerde Nizamiddin Hacım Doktor Burhan ya selli mi de ya hiç nime demedi. Hemimiz okşaş kumunda tutsak buludu. Deyse derhal Nizamiddin Hacım şu sen nime deyten dep ihtirip etti. Birinci de o. Keyin andın ayağını berip video elvetip yani ben acayip ko'nglim yerim bo'ldi shu ishga qiz gapkimi. Ko'nglim yerim bo'lib, ma ishni chiroyli tugitayli. Doktor chiroyli tugitayli. Deyishgan gapimizda turayli dedim. Shundaq chiroyli uslubda gap qilyapman. Lekin doktor hatto menga nacharlik qildinglar. Yani men bilinmay qoldim, qandaq nacharlik qildik. Shu vaqtchilik. Qandaq jinoyat bizdan sodir bo'ldi. Naçarlık yani nima asasda naçarlık kıldınlar degan gapni qildi. Ben onun bir narsa demedim. Qandaq naçarlık qildik dedim. Uçakçı Nizamiddin Hacım keldi. Yani bu yerda bir sürkilish bo'ldi. Sürkilish bo'lgandan keyin men mayaga yenip keldim. Bu shuna Doktor Burhan şuulning hammasini videoga elib yo'llabdi. Hammaylar bir ko'rib baqayli. Qandaq gaplarni biz qandaq gap qildik, qandaq uslubda gap qildik. Doktor Burhan qarindishimiz
qandaq uslubda gap qildi. Buni har qandaq bir aql egisi ko'rib baqsa bo'ladi. Keyin ondan ustiga chiqib, nima demoqchi bo'lganimni bilmadim, doktor Burhanning. Bir narsa demoqchi edi. Mikrofonni berang dedi. Mayanda tug'an bir qarindishimiz, uning qo'lida mikrofonmi yo'q asli. Bu yerda bir xapliq, ko'ngilsizlik ish yuz berdi. Ondan heliqi bayroq, uzun bayroq tutgan odam o bayroqning bir uchi bilan bu doktor Burhanningki nimasiga udimi, ittirdimi ya ittirib yutaman deganmi, unimi men ko'ramadim, lekin doktor Burhancho darhol ko'zini tutib yoki yiqilib tushdi. Buningga har qanday bir aql egisi bu ishqa ko'ngil norozi bo'ldi. Doktor Burhan, biz hech qanday nacharlik qilmasaqmi? Mahmud Damallamni aramızga elib Nizam Najim bilan mening aramda to'simi, ya'ni nacharlik qildinglar, uni qildinglar, buni qildinglar deb bir muncha koydi. Ash videoni ko'rsanglar bo'ladi. Mayli gap qilishda, mayli bir narsa yozishda nayt temkinlik bilan muomala qilish lozim. Demak, yuz bergan ish mushu. Keyin uningdan keyin doktor Burhanning qarindoshlarimiz doktorxonaga elib mangdi. Alhamdulillah, ko'z alohida ig'ir zaxmlanmabdi. Buningga Alloh subhanahu va taologa hamd aytamiz. Qolgan yarsininki tez shifo tepishini Allohdan tilaymiz. Demak, shundoq buyuk g'oya, yaxshi maqsadlar bilan boshlangan bir ish, shundoq obdan bo'lgan bir ish. Bu yerda Mahmud Damallamni sizlar aranglanmadinglar deblam ashunda uqanmay qoldik. Ya'ni aramizga qaysi shaklda olsak, aramizga olgan bo'limiz. Masalan, men buni bilmadim. Shu zot Nizam Najim bilan ikkimizninki orlig'i deydi. Mahmud Damallam qarindishimiz. Bu yerda bir xapliq hamma insonninki bo'libmi xalqimiz ichidagi davosuyar, vatanga kuyindigan sap niyetlik xalqimizga alohida bir ichinishlik, hammasining ko'ngli yerim bo'ldigan bir voqelik yuz berdi. Men ham bu voqea haqida, bugungi ish haqida mening gapim mushada tugidi. Lekin mush munosabat bilan ikki og'iz bütün dava qilayotgan mayli tashkilot mas'ullari, o tashkilotni qo'llovchilar yoki qarshi turuvchilar kim bo'lishdan qat'iy nazar vatan davosini qilaman degan kishilarga o'zimizdan boshlab hammamizga ikki og'iz gapim bor. Bugungi ishninki mushundaq ko'ngilsiz bir hodisaning yuz berishida eng birinchi sabab men o'ylayman, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizni ogohlantirgan bir sifat bizda tepilib qolgan bo'g'achqa bu yuz berdi. U qaysi desa, at-ta'anni minalloh val ajalatu minash-shayton. Temkinlik, eg'ir besiqlik Allohdan. Bu Allohning ato qilgan bir ne'mati. Aldirang'uluq bu shaytondan degan. Bu yerda unchalar hal qilinmagidak. Oxirisi bundaq hammamizning ko'nglini yerim qildigan bundaq bir natija bilan xulosalanadigan yagi bag'idak bir ish yo'qdi. Oddiy bir masala edi. Lekin bu masala aşağıda aldirang'uluqdan mushundaq hech qaysimiz yoqtirmaydigan natija kelib chiqib qoldi. Shuning uchun bütün tashkilot mas'ullari, bütün da'vogar, avangardlar olsun, hamma odamcho desa, bo'libmi o'zaro muomala qilishda. Cho'qim temkinlik bilan, birimiz bilan fikrlashish bilan, chiroyli gap qilish bilan oramizdagi har xil tushunishmaslik, ziddiyatlarni hal qilishimiz lozim. Biz Xitoy shundoq ig'ir darajada zulm qilyapti hozir. İnsaniyet duch kelmagan ig'ir zulmga biz duch kelyapmiz. Xitoy qarta
nurg'un qilishga tegishli ishlarni qilolmayapmiz. Mecburi nurg'un ishga o'zaro sabr qilinglar deyishib qilolmayotgandan keyin birsimizning yeshini surtyapmiz. O'zaro umidvor bo'laylik deb tasalli beryapmiz. Facebook'lar qaraydigan bo'lsa, bir gapning, bir ishning haqiqatini bilib-bilmay turib, bir muncha gaplarni yozayotgan, bir muncha ishlarni qilayotgan, nurg'un gunohga sherik bo'lgan bu hammasi aldirang'uliqdir. Bu shaytonning axloqi. Shayton bizning bugungi faoliyatimizni yaxshi o'tkazishimizga chidamadi. Chidamay bizni shayton pudabcho bugungi ichinishliq voqea yuz berdi. Shuning uchun temkin bo'laylik. Bir ishni uqib, haqiqatni tekshirib, undan keyin ifoda bildiraylik. Bu birinchi nuqta. İkinci, ochiqilnish. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man vasiyat qilsizlar degan vaqtda ochiqlanmag'in degan. Necha qatim takrorlab. Olimlar ochiqilnishni, bo'libmi behuda ochiqilnishni bu har qanday fasodchilikninki asli manbasi degan, kelib chiqishi degan. Mush aramizdagi nurg'un ziddiyat, nurg'un xafaliq, mayli oilada, mayli tashkilotlar aro, mayli aktivistlar aro hamma xafaliq nereden kelib chiqadi desa, ochiqlanishdan kelib chiqadi. O'zini kontrol qilolmaganlikdan kelib chiqadi. Shuning uchun o'zimizni kontrol qilishni o'rganaylik. O'zimizni cheniqtiraylik. Üçüncü, qarindoshlar, biz bugun dunyoning har qaysi joylarida turayotgan Sharq Turkiston xalqi samimiy ilam, Xitoyning adimilan bo'lmaydi ekan, samimiy yo'lda da'vo qilayotgan hamma odam qaysi tashkilotda, qaysi jamiyatda, qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar hammamiz bir kimi ichidagilar. Bizning bu da'voyimizni boshqa bir odam qitdamaydi. Nurg'un qarindoshlarimiz deydiki, "Ey Alloh bizga qo'mondan chiqarib asla. Bizning yetakchimizni paydo qilib asla, yetakchi chiqarib asla" deb tilaymiz. Tilishimiz xato emas. Lekin shuni bilaylikki, bizning da'voyimizni elib mangdigan olimlarimizdan Abduqodir Domillam qaytib kelmaydi. Sabit Domillam qaytib kelmaydi. Cumhuriyet qurganlardan. İlhan Turam qaytib kelmaydi. Muhammed Amin Bug'roq qaytib kelmaydi. Abdulkimxon Mahsum Hajimkam qaytib kelmaydi. Vatanimizning ichi va sirtidagi nurg'un o'lib ketgan burun qo'mondonlarimiz qayta dunyoga tirilib, bugungi chet elda yashayotgan da'vo egillarini yetaklab boshchi bo'lib mangmaydi. Mangdiganlar kim o? Muşu bugünkü cemiyette bağla. Bu bağla özünün artıqçılığı, kemçilliği, alahidliği, iktidarsızlığı hemmisi bilen birge çoğu bu davanı elip mağdu. Bizni yeteklep mağdıgan peygamber tüsü bulutu, ya ki hatalaşmaydıgan yol başlamçı çıksı bulutu deb Mehdi kütüp o'ltirdigan Şia emas. Cho'qim biz bu odamlar mayli tashkilot sohiblari bo'lsin, aktivistlar bo'lsin, hamma odam mush bu odam bilan qila olamiz ma xizmatni qarindoshlar. Bu odamni men yoqtirmagan, ya siz yoqtirmagan bir odamni opirib dengizga tashib o'tib yoki tashkilotni yer ostiga cho'mdirib o'tib, yo'qitib o'tib onundan keyin mangdan xizmat emas bu. Hem to'g'ri emas undan niyat kep qilish, hem qila oladigan ish emas. Hech kishim qilolmaydi. Shuning uchun biz hammaylar cho'qim hamma odam o'zaro ortiqchiligi, kamchilligi, xatoligi, to'g'ri qilgan ishlari shuning bilan birga elib mangdigan da'vo bu. Har qanday odam
xatolaşmaydigan qo'mondon, xatolaşmaydigan tashkilot yoki hamma ishni %100 qiladigan tashkilot deb o'zining tushunchasi bo'yicha izlaydigan bo'lsa, xuddi bu dunyoda turib, hur pari bo'lsa, ondan o'ylanitem deb tul qolgan odamning o'zi. Hur pari bu dunyoda yo'q. Chuqur bu dunyoda nurg'un ortiqchiligi, nurg'un kamchilligi va xotin bilan yashaymiz. Har qanday odam shuning bilan o'ylanadi. O'zini elqi xatolaşmaydigan, kamchillik sodir qilmaydigan yoki bo'lmasa xuddi maloik sifat mushunda odam bo'lsa, men billa mangtim, bo'lmasa mangmaytim degan odamlar uchun cho'qim yolg'iz qilib yashaydi. Xizmatni hatto yolg'iz qiladi. Chunki bundaq odamlar boshqa odamlar bilan hamkorlashib ish qilolmaydi. Shuning uchun birimizni tunayli. Birimizning ortiqchiligini, qilgan yaxshi xizmatlarni e'tirof qilayli. Yaxshi ishlarda, xususan vatanga qarta qilinadigan xizmatlarda hamkorlashayli. Bu bizning birdan-bir chiqish yo'limiz shu. Buningdan boshqa yo'l yo'q qarindoshlar. Biz amaliy bo'layli. Amaliy bugungi vaziyatimizni tushunayli. Vaziyatni tushunmay turib, o'zimizning ahvolini tushunmay turib, biz yaxshi natijaga erishamaymiz. 5-chi qarindoshlar, mushu har xil bir narsani yozdiganlar. Ma Facebook buning uyg'urcha biz pisa desak, bo'g'dak bo'lib qoldi bizning hayotimizga nisbatan. Ya'ni nurg'un ziddiyat, nurg'un xafaliq mushu aloqalashish bir vasita bu, lekin mushuning sababi bilan shu yo'g'inayotdi. Ziddiyatlar kengayotdi. Buni to'g'ri ishlatishni bir bilayli qarindoshlar. To'g'ri ishlatishni bilayli. Buni o'zaro nurg'un ziddiyatni Facebook orqali ziddiyat hal qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Biz ulamolar birligida nurg'un kishilarning ziddiyatini hal qilamiz. Urushib qolganlar, ayollar bo'lsin, tijoratchilar bo'lsin, nurg'un masalalar ashar o'ltirib, suhbat o'tkazib, chiroyli deyishib, ash urushib qolganlarning o'tirisini shu isloh qilamiz, aplashtiramiz. Hal qiladigan ish ashundaq bir so'rinda o'ltirib, choy ichib hal qilgan bo'ladi. Facebook chiqib, ayplash bilan, tillash bilan yo'qni paydo qilish yoki kichikni yo'g'ontish orqali masala qilgan olmaydi. Bu yerda nurg'un to'g'ri niyatlik kishilar oning bilan ta'sirlanib ketib, xato ishlarni, xato gaplarni, xato narsalarni yezib qoladi. Niyati to'g'ri bo'lsa-mu, voy bundan ish bo'lamdi deb. Ondan buning uchun cho'qim nurg'un Xitoyninki mushuning qo'yib qo'ygan odamlar kirdi. Har xil ismdagi uning halaqa biz aslini tunimaydigan, kimligini bilmaydigan. Kimligi va odam. Cho'qim uning to'g'ri so'zi hurmat qilinish lozim. Xato so'ziga tanbih berilishi lozim. Lekin nurg'un mush ziddiyatga sababchi bo'ladigan gaplarni, ishlarni yozdiganlar cho desa, ko'pincha holatda kimlar desa biz o'qimaydigan odamlar. Bir qism o'qiganlarmi bor, bular yoki xato tushunib, yoki boshqa g'arazlar bilan nurg'un ziddiyatninki kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Har qanday bir mu'min musulmon qiyomat kuni hisob degan bir qarindishimiz bo'ldi ekan. Mayli bir so'zni qilishdan burun, mayli bir narsa yezishdan burun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamninki la yakunul mu'minu la'anan va la sabbaban. Mu'min degan boshqalarga la'nat o'qiydigan, boshqalarni tillaydigan bo'lmaydi degan hadisini eslashni umid qilaman. Yana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamninki bir odam bir so'zni qiladi, bu qilgan so'zininki zinining qandoq bo'lishini tasavvur qilolmaydi, o'ylab qolmaydi, kallasiga kelib qolmaydi, ko'zga ilmaylam bir narsani yoziru yoki deydi.
Muşu degan so'zi bu adamninki qiyomat kuni davzaxning eng chunqur yeriga tushishga sabab bo'ladi degan hadisni har qandaq bir mümin, aql egisi, ahiret ba degan qarindoshlarimiz o'ylab ondan bir narsa yozaylik. Allah subhanahu va taolo hammamizni to'g'rini yaxshi ko'radigan, to'g'ri ishni qo'llaydigan, bu xato ishni biz sodir yaxshi ko'radigan odamlar qilgan bo'lsin yoki yomon ko'radigan odamlar qilgan bo'lsin, xatoni xato deyalaydigan, to'g'rini to'g'ri deyalaydigan, bir ishni xato qilib qolgan odamni bir xatoligi bilan buni hech narsani yo'q, hamma ortiqchiligi, alohidaligini inkor qilib, faqatlam eskiga chiqirdigan bundaq yomon axloqdan Allah subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Bugungi bo'lgan bu ko'ngilsizlikdan hammamiz hayotimizda yaxshi dars olishga, yaxshi bir natija elishga Allah nasib qilsin. Bu ishning texim aramizdagi ziddiyatninki yo'g'inishiga sababchi bo'lib qolishidan Allah o'z panohida saqlasin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk.